İkinci növbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengişi Xitapnamesi 2022 yıl 26-28 may München, Germaniya. Dünya Uyghur Kurultayı başçılığındaki 23 teşkilatının sahiphanlığı bilen 20'den artık devlet ve rayonlarda faaliyet kılıvatkan 70'den artık Uyghur teşkilatlarının asaslık mesulleri, siyasi aktifler, Mayaga Uyghur teşkilatının akademiye çünkü Kazak kardeşlerimizin teşkilatı var. Şunu bir özgertip koysanlar ama şunu eskertip koyayım. Asaslık mesulleri, siyasi aktifler, lager şahitleri, ziyaliler, dini zatlar ve şundaklar Şarkı Türkistan halkının takdirige ve vaziyetiga yakın köngül buluvatkan chet ellik siyasi yollar ve kanunşünaslardan bulup 200'den artık iştirakçının katnışışıda Germaniyanın München şehrinde ötküzülgen 2. növbetlik Şarkı Türkistan Milli Kengişi gün tertipteki barlık vazifelerini galibilik tamamlap, muvaffakiyetlik tamamlap galibilik ahırlaştı. Bu kıtımkı Milli Kengeş, Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komissarının uzundan buyan keçiktirilgen Şarkı Türkistan ziyareti ve şundakla Şarkı Türkistan'da davamlaşıvatkan milli kırgınçılıkның insanı çöçütkidek vahşilikteki sakçı arxivlarının dünyanı zilziligi sağan bir peytiga toğru geldi. Milli Kengeş vekilleri Şarkı Türkistan'ның siyasi takdirge münasebetlik aldı. Şarkı Türkistan müstakillığının asasları ve stratejiyaları. Özgürüvatkan dünyada Şarkı Türkistan milli müstakillik davasının tesir dairesini teximi kengaytishning yolları. Xitayning irqiy qirg'inchilik ve insaniyet karşı jinoiy qilmishlari bilan tüptün yo'qotish nishoniga aylangan vatanimiz ve xalqimizning beshidagi bu fojialarni unumli hal qilishning siyosiy ve qonuniy tadbirlari qatorliq bir yurish tahrirsiz masalalar haqida fikrlashdi ve o'rtaq nuqtalarda birlashdi. Bu münasebet bilan barliq kengish vakillarining o'rtaq irodasiga vakolatan mazkur xitobnoma e'lon qilindi. Milli Kengesh Şarkı Türkistan milli müstakilliğinin Şarkı Türkistan davasının tüp nişanı işkelligidek tevrenmez prinsipini yeni bir kıtım jakalaydı. Şundakla Xitayning Şarkı Türkistan'daki kanunsuz işgalinin kurulgusu Şarkı Türkistan devletinin hulini ve Şarkı Türkistan halkının tarixten buyan tavlanıp müstehkemlengen milli mevcutluğunu tamamen yok kılışını maksat kıygan sistemlik yürüşleşken haldaki müstemlikleştiriş siyaseti işgalligini növbette devam kılıvatkan Uyghur, Kazak ve Şarkı Türkistan'ın asli ilgilerine qartılgan erkek qirg'inchilik ve her türlü qabih jinoiy qilmishlarning yetmekçi bo'lgan nishonining dal Şarkı Türkistan'ni ve halkını munqarizlashtirish ve mustamlikalashtirish bosqichini tamamlash orqali Şarkı Türkistan'ning tamamen xitoylashishini ishga oshirishdan iborat ekanligini ogohlantirgan holda Xitay, Amerika ve Angliya qatorliq 152 devletning va'dasi bilan qurilgan dunyodagi eng yuqori sud hisoblanayotgan Xalqaro adolat divonining tarafdor yoki imzodor davlatlarning irqiy qirg'inchilik ahdnomasidagi javobgarligini sharhligini de tarafdor davlatlarning irqiy qirg'inchilikning oldini olish majburiyati va jinoyatchilarni jazolash uchun harakatga o'tish mas'uliyati shu davlatning dunyoning ma'lum yerida irqiy qirg'inchilikning yuz berish ehtimolligiga doir jiddiy bir tahdidning mavjudligini bilgan yoki bilish kerak bo'lgan paytda boshlangan bo'ladi deb aniq hukm o'tirib qo'ygan bo'lishi qaramay tarafdor davlatlarning harakatga o'tish mas'uliyatidan o'zini qochirib yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilishdan yoltiyotganligini natijada Şarkı Türkistan'ning irqiy qirg'inchilikning oldini olish javobgarlarni jazolash va qirg'inchilikning qurbonlariga yordam berish mas'uliyatini zimmasiga olgan davlatlarning bu xil pozitsiyasi orqali Xitoy davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga ko'z yumish, ig'zoga ayblab qo'yish, hatto sukutda turish yo'lini tutayotganligini bu pasib qo'llash sabablik Xitoyni jinoiy qilmishlardan yondirish o'rniga aksincha jasoratlantirayotganligini bu xil pasib jinoyat o'rtaqligining darhol oxirlash kerakligini jiddiy xotirlatgan holda
Hazırgacha 9 milliy parlamentlarning Sharqiy Turkistondagi fojialik jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyat deb qaror ma'qullaganligini, Amerika hukumatidan boshqa hech bir hukumatning texcha sukut ishida turayotganligini, bu 9 davlatdagi hukumatlarning o'z parlamentlarining olgan qarorlariga hurmat qilishi kerakligini, bo'libmi bu hukumatlarning 2021 yılı 9 dekabr günü e'lon qilingan tarafsizligida hech bir shubha bo'lmagan Uyg'ur sotining hukmnomasi yangidan o'tirg'i chiqqan dalil isbotlar asosida Xitoyni passiv qo'llash qarorlarini takror ko'zdan kechirishning zaruriyatga aylanganligini ta'kidlagan asosda Sharqiy Turkiston masalasini Sharqiy Turkiston xalqining o'z oti meros qadim tuprog'idagi milliy egilik huquqini kafolatga ega qilish asosidagi tub g'oyasini oldingi shart qilgan asosda tinchlik yo'llari bilan hal qilishning Sharqiy Turkiston xalqining mavjudligi, dunyoning uzun muddatlik tinchligi, Sharqiy Turkistonni markaz qilgan O'rta-Osiyo, Yevrosiyo rayon bexatarligini ishga oshirishning oldingi shart ekanligini kuchlik urg'ulagan holda BDT Umumiy Kengashining 1961 yılı 27 noyabr günü 1654 numaralı qonun hükmündeki kararı bilen mustamlika ostidagi millatlarning mustaqilligini kafolatga ega qilish umumiy prinsipi e'lon qilinganligini va shu munosabat bilan mustamlikasizlashtirish alayida komitetining qurilganligini va bu qarornoma natijasida 80 dan ortiq mustamlika davlatining va xalqining o'zlarining egilik va mustaqillik huquqiga ega bo'lganligini eskartish bilan Xitoy Xalq Cumhuriyetining 73 yildan buyon Sharqiy Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib, soxta avtonomiya va dunyo miqyosida ilib borgan har xil ko'z bo'yamchiligi bilan Sharqiy Turkistonning mustamlika aylantirilgan bir zamin ekanligini dunyoning diqqatidan uzoq tutib kelganligini, Xitoy va Sovetlar ittifoqining siyosiy suiqasdi bilan Xitoy tarafidan yutib olingan Sharqiy Turkiston davlatining va xalqining milliy egilik va mustaqillikdan iborat haqqoniy talabining va kuchlik irodasining diqqatga ilinish hamda kun tartibining bosh moddasi qilib bekitish paytining yetib kelganligini jakarlagan asosda Milliy Kengash yana 1. Sharqiy Turkiston xalqining Xitoy davlatiga, Xitoy davlatining navbatda xalqimiz ustidan yurgizayotgan vahshiy qilmishlariga mo'riga tirab taqobil turishga, o'z oti meros tarixi zaminda hur, mustaqil va to'liq egilik huquqiga ega o'z davlatining mustaqilligini asliga keltirishga bo'lgan irodasidan qat'iy tavranmaslikni talab qiladi. 2. Hiçbir zulümning mangu bo'lmaydiganligini, Sharqiy Turkiston xalqining dunyo tarixidan ait az uchraydigan ig'ir bir bedel to'layotganligini, Sharqiy Turkiston xalqi to'layotgan bu ig'ir bedelning faqat va faqat Sharqiy Turkistonning milliy mustaqilligining asli kelishi bilan o'z qimmatini topadiganligini qat'iy unutmasligini so'raydi. Sharqiy Turkistonda davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati va boshqa vahshiy jinoyatlarning texchi davom qilishida siyosiy, iqtisodiy, diplomatik jihatlardagi Xitoy bilan bo'lgan munosabatlari sababidan haqqoniyatdan uzoq turayotgan, hatto mavjud reallikni ko'rmasga silib, Xitoy bilan hamkorlik qilayotgan Turk islom dunyosining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyatining borligini, bu xil beparvarlikning yana davomlashavermasligini, Sharqiy Turkistondagi milliy qirg'inchilikning qandaqdir Amerika boshliq G'arb dunyosining strategik suiqasd o'yini emasligini, yo'q bo'layotganlarning, qirilib o'layotganlarning, milyonlarcha jazo lagerida yetayotganlarning Sharqiy Turkistonlik musulmon xalqlar ekanligini, vayron bo'layotgan, chiqib etilgan 16 mingdan ortiq jami va ko'ydirilgan Qur'oni Karim va islomiy asarlarning butun dunyo musulmonlarining o'rtaq qimmatlari ekanligini ta'kidlab, Turk islom olimini bu zulmga qarshi sezgir bo'lishga chaqirdi. 4. Yevropa Birligi, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Yaponiya qatorliq demokratik davlatlarning Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik haqida texmi ochiq pozitsiya e'lon qiladigan vaqtning allaqachon kelganligini, milliy qirg'inchilik va insoniyat qarshi ishlangan jinoyatlarning oldini olish, jinoyatchilarni jazolash qatorliq mas'uliyatining Jeneva ahdnomasida bu davlatlar o'rinlashni zimmasiga olgan qonuniy majburiyatlar ekanligini, milliy qirg'inchilik jinoyatiga kishilik huquq dafsandachiligi doirasida muomala tutishning amaliyotda dal jinoyatchining jinoyatini yengillatish rolini o'ynab qolmasdan, balki jinoyatchini texmi jasoratlantirish omiliga aylanganligini,
davamlaşıvatkan söz oyunları ve diplomatik yumuşak pozisyonun Şarkı Türkistan'daki milyonlarca begünahi halklarının hayat mamatıga, erkinligiga ve bexatarligiga bevosita ta'sir qilayotganligini, Xitoyning bu jinoiy qilmishlari Ceneve ahdnamesida qanday ta'riflangan ve tarafsiz Uyg'ur sudi tarafidan qanday hukm chiqarilgan bo'lsa, bu jinoyatlarning bu jinoyatlarni shu bo'yicha atashning tahirsiz holga kelganligini dunyo davlatlariga murojaat qiladi. Xalqaro jinoyat sudining BDT bexatarlik kengashi ve BDT umumiy kengashidan Xitoy hukumatining Sharqiy Turkiston xalqiga hozirgacha sodir qilayotgan erkiy qirg'inchilik ve insoniyat qarshi ishlangan jinoiy qilmishlar haqida darhol adliyalik baholash ve jinoyat surushtirishi ilib berishni kuchli talab qiladi. 6. Şarkı Türkistan'daki sistemalaşkan ve yeni normalga aylandırılgan mecburi emgek ve hazırki zaman kulluk tüzümü neticesinde işlep çıkarılavatkan paxta, tokumçuluk, köktat, koyaş enerjiya taxtısı, elektronluk üskülle, kan ve enerjiya katarlık mahsulatlarının dünya bazarında keng istimal kılınavatkanlığını. Halbuki bu kılmışlarının halkara kanunlar boyunca İnsaniyet karşı işlengen jinoiy qilmish deb aniq sharhlangani sababli ilg'or davlatlarning mavjud qonunlarida umumyuzlik cheklanganligini, dunyodagi barliq qimmat qarashlarni iqtisodiy foydaga teng qilmaydigan to'rsimon ta'minlash zanjiri bilan geralishib ketgan cho'ng xalqaro shirkatlarning barg'ansari ish berayotgan ogohlantirishga pesand qilmay, Xitoyning jinoiy qilmishiga o'rtoq bo'lishni davomlashtirayotganligini, bu ta'minlash zanjirining amaliyotda sistemalik jinoyat zanjiriga aylanganligini ve bu davamlaşıyotgan jinoyat zanjirining Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini uzluksiz qul qilishdagi turtkilik omilga aylanganligini, agar bu jinoiy qilmishlar darhol to'xtatilmasa, Sharqiy Turkiston xalqiga vakolatan muajiratdagi Sharqiy Turkistonliklarning qonuniy yo'llar bilan bu jinoiy qilmishlarga o'rtoq bo'lgan shirkatlar bilan hisoblashilganligini ogohlantirdi. 7. Barliq demokratik davlatlarning sürgündeki Sharqiy Turkiston xalqining o'z milliy, diniy ve madaniy kimligini saqlab qilish g'ayratlari uchun safarbar bo'lishini kutadi. 8. Ahirida Milliy Kengash barliq xalqimizni Sharqiy Turkistonning eng oliy manfaatini qo'g'dash, Sharqiy Turkistonning oxirgi g'oyasini amalga oshirish uchun birlikka, o'mlikka ve inoqlikka chaqiradi. Rahmat.